Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Hozir sizga lavata propan haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pincha yo'llarda katta trassada yurganda mashin bo'g'ilib tortmay qoladi. Buning sababi ana shu klapandan bo'ladi. Ko'pincha musor tiqilib, propanda endi baribir musor bo'ladi. O'shaning hisobiga mashin bo'g'ilib qoladi. Hozir sizga uni ikkita kalt bilan bartaraf etishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Xo'sh, jigarlar, qaranglar. Bizga bitta 6 gramlik oltilik kerak bo'ladi. Hatto 17 kalt kerak bo'ladi. Hozir klapanni ochishni boshlaymiz. Bunga ehtiyot bo'lasizda, ichida prujina bo'ladi. Keyin bu gnezdosi ochilmaydi, bu korpusda o'zida bo'ladi. Keyin ichida mana bu klapanchasi ham bo'ladi, ehtiyot bo'lasizlar. Oltilik 6 grammimizda tushiramiz. Bu yo'llarda ko'pincha mashin bo'g'ilib qoladi. Shuning hisobiga mana bu tiqilib qolgan bo'ladi. Mashin tortmaydi. Böyle yaxshimisan? Yaxshimisan? Wow. Jigarlar mana shuni hisobiga mashin bo'g'ilib gaz o'tkazmay qo'yadi. Agar iloji bo'lsa kompressor bilan qo'yish kerak, agar iloji bo'lmasa bitta yangi qo'yish kerak. Mana shuni hisobiga bo'g'iladi mashin. Shunaqa bo'lgan. Bundan gaz o'tmaydi, filtrdan chiqib qoladi. Endi hozir bu klapanimizni ishlab ko'ramiz. Bizim mashinani tekshirib ko'ramiz. To'g'ri ketib o'qimaysizlar. Zavongarchilik. O'zimda ham shu klapan turibdi mana. Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Bunda plus minus var. Plus, bunisi minus.